Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Zalatoy dub alyumin profiliga beranda tayyorladik. Akfaron. Xudo xohlasa juda go'zal holatda chiqdi. Bu joyimiz 40 kvadrat, общий kvadrati 580 ming atrofida tushdi. Kvadratlari 550 ming, 600 mingdan chiqyapti. Akfamiz bir qavat bo'ladigan bo'lsa, shu ko'rinishida bo'lsa, shunaqa narxlardan chiqyapti. Общий bunimiz 24 million so'mga bitdi. Bu joyda bitta podvol eshigi bor, shu bilan birgalikda. Общий ikkita eshik, qolgani romlari 4 ko'zdan, 5 ko'zdan bo'ldi. O'rtadan bittadan ochilgan. Juda go'zal holatda chiqdi. İşimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Havas qilganlar har doimgidek ustunlarni mana ko'rsatib o'tamiz. Arka fon bilan o'ralgan, bu joyda ustun bo'lgan. Arka fon bilan o'ralgan. Joy qismlari ham juda go'zal holatda. Xo'sh, 5 ko'z bo'lib, bittadan ochilgan har bittasi mana. Bu joyda romi bor. Shu joydan ochilgan har bittasi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki ustunobga vodiy bo'ylab mavjud. O'rnatish, chizish bepul. Nigirovkalar go'zal holatda, ruchkalari har doimgidek baquvvat. Buni oynasi bir qavat yo'dviy bo'lgan. Juda go'zal holatda. Ikki tomondan ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Ichkaridan ko'rinishi juda go'zal holatda, tashqaridan bemalol ko'rina oladi. Nari tomonlarida ham akfa eshik romlari bor. Ruchkalari ham baquvvatida, o'qimli ruchkalari, go'zal holatda, ligirovkalari. Ichki tomonlari ustunlar o'ralmagan. Kimdirlar aytishyapti, o'rab beryapmiz. Xo'sh. Ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar kanalimizning rivoji uchun. Rahmat hammaga. Uzoqda ham bitta ko'rsataman ko'rinishlarini. Bu arka fondan bo'lgan, juda go'zal holatda. Juda go'zal holatda kirgan odam bittada ko'radi. Xo'sh, kimga yana qanaqa ranglar yoqadi? Kimgadir mo'qli svet yoqadi, kimgadir bu zalatoy dub degan svetimiz yoqadi. Bizga qiziq, sizlar qaysi rangni qildirgan bo'lardinglar? Kommentariyaga fikringlarni qoldiringlar. Rahmat katta hammaga.